Hozir hamada bir savol. Sun'iy intellekt bor vaqtda bizga ertaga qanday ish qoladi? Lekin men sizga hozir boshqa savol beraman. Odamlar ovqat yeyishni to'xtatadimi? Yo'q. Pul sanashni, pul hisoblashni to'xtatadimi? Yo'q. Bizneslar mijoz topishga muhtoj bo'lib qolmaydimi? Bunga ham javob yo'q. Odamlar sog'lig'i, ta'limi, texnologiya va savdoga ehtiyoj sezmay qoladimi? Yo'q. Demak, muammo kasblar yo'qolishida emas. Muammo shundaki, eski uslubda ishlaydigan odamlar sekin-sekin ortda qoladi, lekin zamonga moslashgan odamlar uchun imkoniyat ko'payadi. Bugungi videoda biz hech qachon yo'qolmaydigan, lekin shakli o'zgaradigan 5 ta kasb haqida gaplashamiz. Bu kasblar nega dolzarb bo'lib qoladi? Oddiy odam ularni qanday boshlashi mumkin va qaysi biri aynan sizga to'g'ri kelishini oddiy to'g'ri so'zlar bilan tushuntirib beramiz. Video oxirida esa kasb tanlashda odamlar eng ko'p qiladigan xato haqida aytib o'taman. Birinchi yo'nalish: sog'liq, parvarish va inson bilan ishlaydigan xizmatlar. Bu yo'nalishdagi kasblar har doim bor kasblarga kiradi, chunki odam qariydi, kasal bo'ladi, davolanadi, profilaktika qiladi, ota-onasiga g'amxo'rlik qiladi, farzandlarni tarbiyalaydi. Sun'iy intellekt, dasturlash, robotlar ba'zi joylarda yordam berishi mumkin, lekin odamning g'amxo'rligi, uning ishonchi, muloqoti va javobgarligi hech qayerga ketmaydi. Masalan, bemorga shunchaki tashxis kerak emas, u tushuntirishni xohlaydi. Nima bo'lyapti, qanday davolanaman va xavotirga o'rin bormi degan savollarga javobni oddiy odam tilida kutadi. Bu faqat shifokorlik emas, hamshiralik, psixologik yordam, reabilitatsiya, parvarish, kosmetologiya, fizioterapiya, sog'lom turmush bo'yicha mutaxassislar, bularning barchasiga katta talab bor. Nega bu yo'nalish dolzarb? Hozirgi vaqtda odamlar sog'liqni keyinga qoldirmaslik qanchalik muhimligini tushunishni boshlashgan. Oldin odamlar faqat qaysidir joyi og'risagina shifokorga borar edi. Hozir esa tekshiruvlar, check-uplar, profilaktika, sport, to'g'ri ovqatlanish, ruhiy holat barchasiga katta e'tibor qaratishmoqda. Bu yo'nalish kimlarga mos? Agar siz odamlar bilan ishlashni yaxshi ko'rsangiz, yordam berish sizga yoqsa, mas'uliyatni sezsangiz, siz uchun sog'liq va parvarish yo'nalishi uzoq muddatli kasb bo'lishi mumkin. Bu kasblar yo'qolmaydigan kasblar orasiga kirsa ham, lekin ularda ham doimo rivojlanish, o'qish kerak. Ikkinchi yo'nalish – bu buxgalteriya va moliyaviy hisob. Ko'pchilik buxgalteriyani zerikarli deb o'ylaydi. Hujjatlar, raqamlar, hisobotlar, jadvallar, ammo bularning barchasi har qanday biznesning yuragi. Tasavvur qiling, bir kichkina do'kon. U yerda har kuni savdo bo'ladi, mahsulot kiradi, chiqadi, ishchilarga oylik beriladi, ijara to'lanadi, reklama qilinadi, soliq ham bor. Endi shu do'konning egasidan so'rang, siz oyiga qancha sof foyda qilasiz? Ko'pchilik bu savolga javob bera olmaydi. Chunki pul kelgani bilan bu foyda degani emas va aynan shu joyda buxgalter kerak bo'ladi. Yaxshi buxgalter biznes egasi pul qayerdan kelyapti, qayerga ketyapti, bu xarajat ortiqchami, qaysi oyda soliq kam bo'ladi va qaysi joyda xatolar borligini barchasini ko'rsatib beradi. Lekin aytishingiz mumkin, hozirgi kunda sun'iy intellekt barchasini avtomatlashtiryapti. Hisob, faktura, kirim-chiqim, oddiy hisobotlar va takroriy operatsiyalar, bularni barchasini dasturlar tezroq qiladi. Ammo bu holatda bir narsani tushunishingiz shart. Avtomatlashtirish kasbni yo'q qilmaydi, uning ichidagi kichik vazifalarni kamaytiradi. Masalan, oldin buxgalter kunlab qo'li bilan ma'lumot kiritgan bo'lsa, hozirda esa buni bir vaqtda dastur orqali qilishi mumkin. Lekin biznes egasi baribir savol berishi mumkin. Bu oy nega men kam foyda qildim? Soliqda muammo chiqmadimi? Qaysi xarajatni kamaytirsam bo'ladi? Qaysi mahsulot menga ko'proq foyda keltiryapti? Bu savollarga faqat tugma bosadigan odam emas, tushunadigan mutaxassis javob beradi. Shuning uchun buxgalteriya yo'qolmaydi. Faqatgina oddiy buxgalter va zamonaviy buxgalter orasida farq kattalashadi. Bu yo'nalish kimlarga mos? Agar siz tartibni yaxshi ko'rsangiz, raqamlardan qo'rqmasangiz, mas'uliyatga tayyor bo'lsangiz, buxgalteriya sizga mos bo'lishi mumkin. Chunki hamma biznesga buxgalter kerak. Kichik do'kon, katta kompaniya, klinika barchasiga. Uchinchi yo'nalish savdo, marketing va kontent. Endi eng ko'p bahs bo'ladigan yo'nalishga keldik. Ba'zilar aytishi mumkin, marketingni ham sun'iy intellekt qiladi. Ha, to'g'ri, sun'iy intellekt matn, rasm, strategiyalar yaratishi mumkin. Lekin biznesning eng muhim muammosi baribir qoladi. Mijozni tushunish va savdoga olib kelish. Mahsulot bor, lekin sotilmaydi. Xizmatlarimiz yaxshi, lekin hech kim bilmaydi. Reklama bor, lekin lead kelmayapti. Kontent chiqadi, ammo sotuv yo'q. Instagram yurilmoqda, lekin ishonch yo'q. Marketing faqat chiroyli post va videolar emas. Bu odam nimani xohlashi, nimadan qo'rqyapti, nima uchun sotib olyapti, qaysi gap unga yetib boradi, qaysi taklif unga to'g'ri keladi, barchasini tushunishdir. Bugun hamma kontent chiqarishi mumkin, lekin hamma ham kontent orqali ishonch qurib sotuvga olib kela olmaydi. Agar siz odamlarni tushuna olsangiz, fikrlarni sodda tushuntira olsangiz, trendlarni kuzatsangiz, kreativlik bilan tahlilni birlashtira olsangiz, marketing sizga mos kelishi mumkin. Lekin siz men Instagramda ko'p o'tiraman, shuning uchun SMM mutaxassis bo'la olaman deb o'ylasangiz, bu xato. SMM ham kasb, unda strategiya, kontent, montaj, matn, vizual, tahlil, mijoz bilan ishlash, targetni tushunish va sotuv psixologiyasi ham bor.
Ha, to'g'ri, sun'iy intellekt ko'p joyda yordam beradi, ammo SMM mutaxassisini o'rnini bosa olmaydi. Chunki sun'iy intellekt mijozning hozirgi kayfiyatini, bozordagi real holatni, mentalitetni, mahsulotdagi nozik farqlarni sizdek his qilmaydi va sun'iy intellektni to'g'ri ishlatadigan odam kuchli bo'ladi. 4-yo'nalish marketplace'da sotuvchi bo'lish. Hozirgi vaqtda odamlarda onlayn xarid qilish odatga kirgan va hozirgi vaqtda O'zbekistonda Ozon, Wildberries, Yandex.Market kabi marketplace'lar ham rivojlanib kelmoqda. Oldin biznes boshlash uchun joy kerak, vitrina, ijara to'lash kerak bo'lardi. Ammo hozir odam mahsulotni topib, uni marketplace'ga joylab, reklamasini qilib, kartochkasini yaratib savdo qilishi mumkin. Lekin bu yerda bitta katta xato bor. Ko'pchilik o'ylashi mumkinki, marketplace'ga mahsulot qo'ysam o'zi sotiladi, lekin bunaqa emas. Marketplace ham alohida biznes. U yerda tahlil, narx siyosati, raqobatchilar, mahsulot kartochkasi, ombor, logistika bor. Undan tashqari reklama, qaytarilgan mahsulotlar, reyting hammasiga qarab turish kerak. Va oddiy qilib aytganda, marketplace sotuvchisi bu faqat mahsulotlarni joylagan inson emas, bu kichik biznes boshqaruvchisi. Masalan, siz hozir marketplace'da mahsulot sotib biznes qilmoqchisiz va shunda savol menga nima yoqadi emas, odamlar nimani hozir sotib olmoqda degan bo'ladi. Sotish uchun yo'nalishlar ko'p. Kimdir kosmetika tanlaydi, kimdir kiyim, uy jihozlari, bolalar uchun mahsulotlar, qurilish mollari. Lekin haqiqatdan ham yaxshi savdoga chiqadigan odam bu yaxshi tahlil qilgan odam hisoblanadi. Nega bu kasb yo'qolmaydi? Chunki savdo har doim bo'ladi. Agar oldin odamlar bozorda sotadigan bo'lsa, hozir esa onlayn magazinlarda. Oldin yaxshi joyda do'kon ochish muhim bo'lgan bo'lsa, hozir yaxshi kartochka, uni reytingi, to'g'ri mahsulot tanlab va uni tez yetkazib berish muhimroq. Bu yo'nalish kimlarga mos? Agar siz o'z biznesingizni boshlashni xohlasangiz, bir joyda oylikka bog'lanib qolishni xohlamasangiz, qo'shimcha daromad yoki asosiy daromad sifatida kasb izlayotgan bo'lsangiz, bu yo'nalish sizga mos bo'lishi mumkin. Va oxirgi 5-yo'nalish bu IT sohasi, masalan, data analitika. IT deganda ko'pchilik kod yozish, sayt yaratish, ilova qilishni tushunadi. Lekin IT sohasining ichida juda ko'p yo'nalishlar bor. Misol uchun data analitika, UX UI design, QA testing, kiberxavfsizlik, product management, AI bilan ishlash, avtomatlashtirish va boshqalar. Lekin men alohida data analitikaga urg'u bermoqchiman. Nega? Chunki bugun hamma joyda data bor. Do'konlarda, marketplace'larda, Instagram reklamalarida, banklarda, klinikalarda, muhimi hamma joyda data analitik kerak. Ularning barchasida shunday ma'lumotlar bor: kunlik sotuv, mijozlar soni, reklama xarajati, o'rtacha chek, foyda, qaytgan mijozlar, zarar va zaxira. Ammo eng katta muammo ulardan qanday foydalanishni biladigan inson yo'q. Masalan, o'quv markazi reklama qildi va 100 ta lead keldi. U 100 ta odamdan 30 tasi yozildi va 10 tasi to'ladi. Endi esa savol, qaysi reklama yaxshi ishladi? Qaysi auditoriya arzonroq mijoz olib keldi? Qaysi kurs yaxshi sotildi? Va qaysi menejer yaxshiroq ishladi? Agar siz buni tahlil qila olsangiz, siz biznes uchun juda muhim insonga aylanasiz. Data analitik o'zi nima qiladi? U ma'lumotni yig'adi, tartiblaydi, jadvalga soladi, grafik qiladi va xulosaga aylantiradi. Eng muhimi esa u biznesga to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. Hozirgi vaqtda ko'rishingiz mumkinki, dunyo raqamga o'tyapti. Qaysi biznes raqamni tushunsa, u tezroq qaror qabul qiladi va qaysi odam raqamlarni tushuntirib bera olsa, u qadrli mutaxassisga aylanadi. Shuning uchun data analitika kelajak kasblardan biri. Bu yo'nalish kimlarga mos? Agar siz mantiqni yaxshi ko'rsangiz, Excel yoki Google Sheets sizni qo'rqitmasa, nega bunaqa bo'ldi degan savolni ko'p bersangiz, tartib va tahlil sizga yoqsa, demak bu yo'nalish sizga to'g'ri keladi. Eng yaxshi tomoni, data analitik bo'lish uchun darrov kuchli IT mutaxassis bo'lish shart emas. Biz hozir sizlar bilan eng dolzarb bo'lgan 5 ta kasbni ko'rib chiqdik va ko'pchilik savol berishi mumkin. Bularning orasida qaysi biri eng ko'p pul topadigan hisoblanadi? Ha, to'g'ri, bu savol yomon emas, lekin buning o'zi yetarli ham emas. Chunki har qanday kasbda kam topadiganlar ham, ko'p topadiganlar ham bo'ladi. Shuning uchun kasbni o'zi emas, sizning unda yondashuvingiz hal qiladi. Va yana bir eng katta xato, odamlar boshlashdan oldin barchasini mukammallashtirishni xohlaydi. Ideal vaqt kutadi, o'qishini tugatib keyin kursda o'qishni istaydi. Ko'proq pul yig'sam, ko'proq o'zimga ishonch orttirsamgina boshlayman deb o'ylashadi. Lekin hayotda ko'pincha ishonch boshlagandan keyingina keladi. Agar siz shu videoni ko'rib, men ham boshlashim kerak, lekin nimadan boshlashim kerakligini bilmayotgan bo'lsangiz, bizning kurslarimiz sizga yordam berishi mumkin. Bizda buxgalteriya, Uzum market va Yandex marketlarda savdo qilish, data analitika va sun'iy intellekt bo'yicha kurslarimiz bor. Bizning maqsadimiz sizga shunchaki nazariya berish emas, kasbni tushunarli holatda yetkazib berish, real amaliyotga yaqinlashtirish va sizga boshlash uchun yo'l ko'rsatish. Agar siz kelajakda yo'qolmaydigan va talab oshib boradigan kasbni o'rganishni istasangiz, video tagidagi havola orqali o'ting. O'zingizga mos yo'nalishni tanlang va birinchi qadamingizni bugun bosing.